Assalomu alaykum azizlar, Namangandan katta yangilik. Namangan shahri Navoiy ko'chasi Shodlik aylanmasidan Sardoba tomon 100 metr harakatlanganingizda Best Himchizki ish faoliyatini boshladi. Hozir yaqindan tanishtiramiz. Qish mavsumi ham keldi. Asosiysi 1 yil davomida saqlanib yotgan mana bunday dublonkangiz yoki qish mavsumiga liboslaringizni yangidek qildirmoqchimisiz? Unday bo'lsa bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Best Himchizkida Germaniya texnologiyasi asosida Germaniya ximikatlari bilan liboslar tozalanadi va asosiysi qish mavsumiga mo'ljallangan kurtkalar va zamishlarni tozalash, dublonkalarning dog'ini kafolatli ketkazib berish va yangidek qilib sizga taqdim etish xizmatlari amalga oshiriladi. O'rtoqlar, yana bir narsa, uncha-buncha Himchizkada kam uchraydigan Xitoy davlatidan keltirilgan Brussel dazmoli ham yetib kelgan. Bu parli dazmol hisoblanadi. Xullas, pijaklarni, kostyumlarni qolipga solib beradigan dazmol ekan. Hozir mana bu xizmatdan foydalanmoqdaman. Palto, shim, jinsi shim, ko'ylak va sviterlarni ham bo'yash, tozalash xizmati amalga oshiriladi. Bundan tashqari bizda prizelka xizmatlari ham amalga oshiriladi. Best Himchizka kiyimlarni poklaydi, ishonchingizni oqlaydi. Mana azizlar, yangi ish faoliyatini boshlagan Best Himchizka faoliyati bilan yaqinda tanishib oldingiz. Manzilimizni yana bir bor eslatamiz. Navoiy ko'chasi, Navoiy aylanmasidan Sardoba tomon 100 metr harakatlanganingizda o'ng tomonda shraka formatli yuqori qavatda joylashgan Best Himchizkada biz sizni kutamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq amalga oshiring.